Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun o'quv plan 96-2007 ni ikkinchi mavzusini boshlaymiz, ya'ni bo'linish alomatlarini. Qaranglar, tayyor doskaga yozib qo'yibman. 2 ga bo'linish alomati oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa, ya'ni juft raqamlar bilan tugasa, bunday sonlar 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Agar to'q raqamlar bilan tugasa 1, 3, 5, 7, 9 lar bilan tugasa, bunday sonlar 2 ga bo'linmaydi, ya'ni qoldiq qolib ketadi. Oxirgi raqam deganda nechta raqam nazarda tutiladi? Oxirdagi bittagina raqami nazarda tutiladi. Oxirda ikkita raqam, oxirda 3 ta raqam va hokazo qolganlari aytiladi. Oxirgi raqam deyilganda bittagina raqam nazarda tutilgan holda ishlanadi. Demak, oxirgi raqamlar nima bo'lishi kerak ekan? 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa, bunday sonlar 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Misol tariqasida 650 yozsa 2 ga bo'linadimi? 2 ga bo'linadi. Sababi oxirgi raqami 0 bilan tugagani uchun. 848 desam misol tariqasida oxirgi raqam nima bilan tugayapti? 8 bilan tugayapti. O'shaning uchun 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 765 desam 2 ga bo'linadimi? 2 ga bo'linmaydi. Oxirgi raqami 5 bilan tugagani uchun 2 ga bo'linmaydi. Ya'ni 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa, oxirgi raqami bunday sonlar 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ga bo'linish alomati. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmasa, demak bunday sonlar ham 3 ga bo'linmaydi. Misol tariqasida 717 degan sonimiz 3 ga bo'linadimi? Raqamlar yig'indisi qilib chiqamiz. 7 qo'shib 1 qo'shilgan 7. Necha bo'ladi raqamlar yig'indisi? 15 bo'ladi. 15 3 ga bo'linadimi? 15 3 ga bo'linadi. Demak 717 ham 3 ga bo'linadi. 5046 ketdi. Raqamlar yig'indisi 5 qo'shilgan 0 qo'shilgan 4 qo'shilgan 6 15. Raqamlar yig'indisi buni ham necha chiqyapti? 15 chiqyapti. 15 3 ga bo'linadi. Demak 5046 ham 3 ga bo'linadi. 650. Raqamlar yig'indisi 6 plus 5 qo'shilgan 0. Raqamlar yig'indisi 11. 11 3 ga bo'linmaydi. Demak 650 ham 3 ga bo'linmaydi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmasa, demak bunday sonlar ham 3 ga bo'linmaydi. Ertaga 9 xonali son kelishi mumkin, 10 xonali son kelishi mumkin. Shunchaki qoidani yodlab qo'yib, qoidaga qo'yib ketamiz. Bittalab taxma-taklab bo'lib o'tirmaymiz. Qoidani yodlab olamiz. 4 ga bo'linish alomati oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxiridagi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Nima ekan? Oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, misol tariqasida 48 yoki 40 yoki 44 yoki 72 4 ga bo'linadi-ku. O'sha oxirida ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bo'lmasam bo'linmaydi, ya'ni qoldiq qolib ketadi. Misol tariqasida mana qaranglar. 50600 degan sonimiz 4 ga bo'linadimi? Nima uchun? Oxirida ikkita raqami 0 bilan tugagani uchun. 7084 degan sonimiz 4 ga bo'linadimi? Oxiri nimani ishlab olamiz? 84 tashlab nechaga bo'lib yuboramiz? 4 ga bo'lamiz. 8 ichida 4, ikkitadan 8, 4 ichida bittadan bo'lindi. 84 4 ga bo'lindimi? Demak 7084 imiz ham 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 6074 misol tariqasida 4 ga bo'linadimi desam, oxirida 74 ni nima qilamiz? Taxma-taklab 4 ga bo'lamiz. Xo'p, bittadan 4, 34 ichida 8 tadan 32 necha qolib ketyapti? 2. 74 4 ga bo'linmadi. Demak 6074 ham 4 ga bo'linmaydi. Oxirida ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxirida ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 5 ga bo'linish alomati juda ham oson, buni ham qoidasi. Oxirgi raqami, ya'ni bittagina oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugasa, bunday sonlar 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Aksincha 1, 3, 7, 8, 9 boshqa raqamlar bilan tugasa, bunday sonlar 5 ga bo'linmaydi. Faqat nima bo'lish kerak? 0 yoki 5 bilan tugash kerak 5 ga bo'linish uchun. Masalan,
6570 5 ga bo'linadimi? Nimaga? Oxirgi raqami 0 bilan tugagani uchun. 8576 5 ga bo'linadimi? Yo'q. Nimaga? Oxirgi raqam 6 bilan tugagani uchun. Qanday bo'lsa 5 ga bo'linadi? 0 yoki 5 bilan tugash kerak. 6 bilan tugagani uchun bu 5 ga bo'linmaydi. 9785 oxirgi raqami 5 bilan tugayaptimi? Demak, bu ham 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. 6 ga bo'linish alomati. 6 ning qoidasi quyidagicha: bir vaqtda o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'lingan sonlar 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mabodo 2 ga bo'linib turib 3 ga bo'linmay qolsa, demak, u son 6 ga ham bo'linmaydi. Yoki 3 ga bo'linib 2 ga bo'linmay qolsa ham 6 ga bo'linmaydi. Bir vaqtda ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, 780 sonimiz 6 ga bo'linadimi desam, bir 2 ga tekshiraman, bir 3 ga tekshiraman. Ikkalasiga ham bo'linsa, 6 ga bo'lindi. Bo'linadi deb olib ketaman. Demak, 2 ga bo'linishi aniq. Oxirgi raqami 0 bilan tugayapti. Hozirgina o'tdik. 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi qilamiz. 7 plusdan 8 plus 0 raqamlar yig'indisi 15 bo'ladimi? 15 3 ga bo'linadi. Demak, 780 ham 2 ga ham 3 ga bo'lindi. Demak, bu 6 ga ham bo'linadi. 560 2 ga bo'linadi. Oxir raqami 0 bilan tugagani uchun. 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 5 plusdan 6 plusdan 0. 5 ga 6 ni qo'shsak 11, 11 ga 0 ni qo'shsak 11 da o'zi, to'g'rimi? Demak, 11 3 ga bo'linmaydi. Oxiri 0 bilan tugagani uchun 2 ga bo'lindi, lekin 3 ga bo'linmagani uchun bu son 6 ga ham bo'linmaydi. 780 bo'lindi. Xo'p. Keyingi qoidamiz 8 ga oxiridagi 3 ta raqami 0 bilan tugasa yoki oxiridagi 3 ta raqami 8 ga bo'linsa, bunday sonlar 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, oxirgi raqami 0 bilan tugasa 3 tasi yoki 872 deb yozib qo'ydim, 8 ga bo'linadi. 888 bilan tugab qolishi mumkin, yo'qmasam 832 bo'lishi mumkin. Oxirida 3 ta raqami 8 ga bo'linsa, bunday sonlar 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, 9.760.000 degan son 8 ga bo'linadimi desam, 8 ga bo'linadi. Sababi oxirida 3 ta raqami 0 bilan tugagani uchun. O'zi aslida nechta? Jahongir, aslida nechta? 4 ta raqam 0 bilan tugayapti. Bizlarga nechtasi qizi? 3 tasi. 3 ta raqami 0 bilan tugagani uchun 8 ga bo'linyapti. Keyingisi 506.872. Oxirida 3 ta raqami 872 ni nima qilamiz? Taxma taklab 8 ga bo'lamiz. Bo'linsa, demak, mana shu 6 xonali sonimiz ham 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ertaga 10 xonali, 12 xonali son kelsa, hammasini taxma taklab 8 ga bo'lish shart emas. Shunchaki oxiridagi 3 ta raqamni ishlab olasizlar dagini 8 ga taxma taklab bo'lasizlar. Bo'linsa, demak, o'sha 9 xonali sonimiz ham 8 ga qoldiqsiz bo'linadi deb ketamiz. 872 ni 8 ga bo'lsak bittada hop 0, 7 tushyapti, 2 tushyapti, bitta 0 beramiz. 9 tadanmi? Demak, 72 bo'lindi. Demak, 506.872 sonimiz ham 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushunarli? Shu joyini shundagina o'chirib tursak. 9 ga bo'linish alomati 3 bilan juda ham o'xshaydi. Farqi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 3 ga bo'linadi. 9 dagi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bunday sonlar 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linmasa, demak, bizlarga berilgan son ham 9 ga bo'linmaydi. Xo'p, misol tariqasida 87.831 degan son. Nima qilamiz? Buni 9 ga bo'lib ko'ramizmi? Yo'q, raqamlar yig'indisi qilamiz. Demak, 8 plus 7 plusdan 8 qo'shilgan 3 qo'shib 1. Necha bo'ladi raqamlar yig'indisi? 15 necha? 27. 27 9 ga bo'linadimi? 27 9 ga bo'linadi. Demak, bu sonimiz ham 9 ga bo'linadi. Agar 26 chiqib qolganda, Marjona masalan, 26 9 ga bo'linamidi?
bo'linmasdi. Demak, bu sonimiz ham 9 ga bo'linmaydi deb ketgan bo'laydik. Demak, 9051 raqamlarimiz 9 plyusdan 0 plyusdan 5 qo'shib 1. Raqamlaringiz necha chiqyapti? 15. 15 9 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, 9051 degan sonimiz ham 9 ga bo'linmaydi. Tushunarli? Tushunmay qoldikmi? Shunday, raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bunday sonlar 9 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linmasa, bunday sonlar ham 9 ga bo'linmaydi. Undagi juda ham oson. Oxirgi raqami 0 bilan tugasa, bunday sonlar unga qoldiqsiz bo'linadi. Tamom? Oxirgi raqami 0 bilan tugasa, 0 bilan. Qolgan raqamlar bilan tugasa, bo'linmaydi. Masalan, 1 bilan tugab qolishi mumkin, yoki 9 bilanmi, yoki 8 bilanmi. O'sha raqamlar bilan tugasa, unga bo'linmaydi. Oxirgi raqam 0 bilan tugashga faqat 0 bilan tugasa, bunday raqam unga qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, unga bo'linadimi 670? Nima uchun? Oxir raqam 0 bilan tugash. Bo'linadimi unga 975? Yo'q. Nima uchun? Oxirgi raqam 5 bilan tugagani uchun. Qo'chi 67320 oxir raqam 0 bilan tugagani uchun. Yaxshi. Xo'p, 12 ga bo'linish alomati. Qaranglar, 12 ga yoki 15 ga yoki 18 ga, 24 ga, 36 ga, 45 ga o'shaqa savollar keladi ertaga. Nima qilamiz? 12 ga bo'linish alomati bir vaqtda o'zida 6 ga o'xshab ketadi. 6 ni qaraqaydi, bir vaqt o'zida ham 2 ga, ham 3 ga. Sababi nimaga? 2 bilan 3. 2 bilan shu ko'paytmas 6 ni qaytarib beradi. Hamda o'zaro tub sonlar bo'lishi kerak. O'sha 2 bilan 3 o'zaro tub son. Umumiy bo'luvchi faqatgina 1 da. Endi qaranglar. 12 ga bo'linish alomati desam, bir vaqt o'zida ham 3 ga, ham nechiga? 4 ga bo'linishi kerak. Agar 3 ga ham 4 ga ham bo'linsa, bunday sonlar 12 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 kara 4 12 ni qaytarib beradi. Savol tug'ilishi mumkin sizlarda. 6 bilan 2 desak, 6 ga 2 ni ko'paytirsak 12 ni qaytarib beradi-ku. 6 bilan 2 o'zaro tub son emas. Ya'ni umumiy bo'luvchisi birdan tashqari 2. 2 6 ham 2 bir vaqt o'zida 2 ga bo'linadi-ku. O'zaro tub son emas. O'zaro tub son qaraqaydi qoidasi. Umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lishi kerak. Ikkita sonni yasmina. Ikkita son berilsa, masalan 4 bilan 9 berilsa, umumiy bo'luvchisi faqat necha bo'lishi kerak edi? 1 bo'lsa, bunaqa sonlar o'zaro tub son bo'ladi, lola. To'g'rimi? Ha, 4 demasa 2 bo'la oladi desak, 9 2 bo'la oladimi? Bir vaqt o'zida degan joyi borda o'zaro tub sonda. Yo'q. 9 3 bo'la olsa, 4 3 bo'la olmaydi, to'g'rimi? Umumiy bo'luvchisi necha ikkalasini ham 1. Bu o'zaro tub son. O'zaro tub sondan tushuncha berib ketyapman. Endi mana bu yerga qaranglar. 3 bilan 4 ni ko'paytmas 12 ni qaytarib beradi dedim. 3 bilan 4 bir-biriga nima bo'lishi kerak? Marjoni o'zaro tub son bo'lishi kerak. 18 desam, mana qaranglar masalan. 18 ga bo'linish alomati desam sizlarga ertaga. Misollarda keladi. Nima qilasizlar? 18 ga taxmin-taklif bo'lasizlarmi bittalar? Bitta 9 xona son keladimi yoki 10 xona son keladimi, to'g'rimi? Nechiga? 9 bilan 2 ga, yaxshi. 9 bilan 2 ga. 9 bilan 2 ni ko'paytirsam 18 qaytarib beradi. 6 bilan 3 ham to'g'ri keladi, 18 ni beradi. Lekin ular o'zaro tub son emas. 9 bilan 2 o'zaro tub son. Bir vaqt o'zida ham 9 ga, ham 2 ga bo'lingan sonlar 18 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mabodo 9 ga bo'linib turib, 2 ga bo'linmay qolsa, demak bunday sonlar 18 ga ham bo'linmaydi. 24 kelib qolishi mumkin. 24 ga nechiga necha deymiz endi 24 da? 8 kara 3 to'ppa to'g'ri. Ham 8 ga ham 3 ga kelaveradi. Misol tariqasi 36 bo'lib qolishi mumkin. 36 ga bo'linish alomati deyman. Necha deysizlar? 9 va 4 o'zaro tub sonlar va ko'paytma 36 ni beradi. Tushunarli bo'linish alomatlari? Misolga o'tsak. Xo'p, birinchi misolimiz quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi deb degan. Demak, variantlarimizda mana shu son quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Variantlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni 3 gami, 10 gami yo 4 ga yoki 5 ga yoki nechiga? 9 ga qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi. Mana sonni qaranglar. Bittalab bo'lib chiqsalaring juda ham vaqtdan ketib qoladi. O'shaning uchun qoidalarni yodlab, qoidaga qo'yib ketishni tavsiya qilaman. Demak,
Qaranglar, unga bo'linmasligi aniq. Nima uchun? Oxir raqam 0 bilan tugamagani uchun. 10 o'zi chiqib ketdi. Yaxshi. 5 ga bo'linmasligi aniq. Nima uchun? Oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugasa, bunday sonlar 5 ga bo'linadi. Bu oxirgi raqami 6 bilan tugayapti. Demak, 3 ga 3niki qanaqa edi? Raqamlar yig'indisi 9 niki ham shunaqa edi. Demak, raqamlar yig'indisi qilsak bunga hozir 1 plus 7 qo'shilgan 8 qo'shuv necha? 2 qo'shuv 7 plus 5 qo'shilgan 1 qo'shilgan necha bo'ldi? Raqamlar yig'indisi necha bo'ldi? Necha? 32. To'g'ri hisobladik-a? 32 3 ga bo'linadimi? 37. Xo'p, 8, 16, 18, 25, 30, 31, 37. 37 3 ga bo'linadimi? Yo'q. Agar 37 ham kattalik qilsa, 3 ga 7 dan qo'shasiz 10 bo'ladi. 10 3 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, bu sonimiz ham 3 ga bo'linmaydi. 9 ham qoidasi shunaqa, raqamlar yig'indisi faqat 9 ga bo'linsa. Demak, 37 9 ga bo'linmaydi. Demak, bizlarga berilgan bu sonimiz ham 9 ga bo'linmaydi. 4 qoidasi qanaqa edi? Oxiridagi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxiridagi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxiridagi ikkita raqam 0 bilan tugaganmi? Yo'q, 16 bilan tugagan. 16 4 ga bo'linadi. Demak, bu son ham 4 ga bo'linadi. Javob qaysi ekan? S javob ekan. Ikkinchi misolimiz. Xo'p, ikkinchi misolimizda n raqamining qanday qiymatlarida mana shu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi ekan. Nechiga? 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qaranglar, n ko'payib turgani yo'q bu yerda, n raqami dedi. Demak, bu yerda 5 xonali son. Endi o'rniga shunaqangi bir raqam tanlashimiz kerak, 0 dan 9 gacha. Tanlaganimizdan keyin o'sha sonimiz nechiga bo'linishi kerak ekan? 3 ga qoldiqsiz bo'linsin deyapti. To'g'rimi? 3 qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 3 ga bo'linadi. Demak, qaranglar, variantimizda nima turibdi? 1 turibdimi? 1 da olib qo'ysam, qaranglar, raqamlar yig'indisi qilamiz. 6 plus 1 plus 3 plus 4 plus nima? M. To'g'rimi? Endi ham qo'shib oldim-da. Xo'p, hisoblasak, 6 ga 1 da qo'shsak, 7, 7 ga 3, 10, 14. Nechi qo'ysak? 1 qo'ysak to'g'ri keladimi enga? A variantni olib qo'yib, a? Nechi bo'ladi? 15 bo'ladimi? 15 3 ga bo'linadi. Demak, bu son ham agar endi o'rniga 1 qo'ysak 3 ga bo'linadi. Shoshilib, A javobni belgilab ketmanglar. Qolgan variantlarni qo'yib ko'ringlar, qaysilar to'g'ri keladi hali. Demak, faqat A javobimizda 1 to'g'ri keladigan A javob bo'ladi degani emas-da. Qolgan variantlarni qo'yib ko'rish kerak. Demak, hozircha 1 to'g'ri keldi enga. A javob to'g'ri kelib turibdi. Keyingisi 4 mi? Xo'p, bu yergacha bo'lgan yig'inni nechi berdi bizlarga? 10. 4 ni berdimi? Bunga 4 ni qo'ysak, 14 ga 4 18. 18 3 ga bo'linadi. Demak, 4 ham to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Demak, bu son ham, ya'ni imga 1 tanlasak to'g'ri keldi va nima tanlasak? 4 tanlasak ham to'g'ri keldi. 2 misol tariqasida. 2 ni yo'q qo'yayotgani 14 plus necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 16. 16 3 ga bo'linmaydi. Bu to'g'ri kelmadi. Demak, bu javob mutlaqo to'g'ri kelmadi. 4 bilan 2 degan-ku. Demak, 2 to'g'ri kelmayapti-ku. Xo'p, 4 to'g'ri kelyapti, 2 xalaqit qilyapti. D javob ham bo'lmaydi. 7 bor ekan. Qo'ymadik hali. 7 ni olib qo'yayotgan 14 bo'ldi bu yergacha men hisoblaganimiz. Endi uni 7 qo'yapman. 14 ga 21. 21 3 ga bo'linadi. Demak, 7 ham to'g'ri keldi. Xo'p, 1 4 ikkinchi 7. Qaysi javob ekan? Y javob ekan. Hammasi to'g'ri keladi. 1 4 7. Demak, javobimiz Y ekan. A javob shoshilib o'qib qo'yganlaringda bitta misolga tushirdik. E'tiborli bo'lamiz. Shuncha hamma variantlarga qarab, imtihonda ham shunaqa tartibda ishlaymiz. Xo'p, 5-misolimiz. 5-misolimizda x raqamining qanday eng kichik qiymatida 147 plus 3 o'rtada x 2 bu ham xo'p raqam bo'lsa son bo'lyapti. 300 nechi degan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Buni ham 3 ga bo'linadi. 3 ta qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonlar 3 ga bo'linadi.
Demak, qaranglar. 100 necha bu? 47 ga qo'shamiz 300 nechadir? Endi o'rtada bu sonda agar x ga 0 tanlasalar 302 degan. X ga 4 tanlasak 342 degani. Ikkalasini qo'shib, chiqqan javob nechaga bo'linishi kerak? 3 ga qolliqsiz bo'linishi kerak. Demak, xo'p, javobimiz necha turibdi? 5 turibdi. Qaranglar, o'zi 147 3 ga bo'linadimi? O'sha yig'inning o'zini adin 3 ga bo'lib ko'raman. Bo'linsa, qo'shsalarning chiqqan javob ham 3 ga bo'linadi. 147 raqamlar yig'indisi qilyapti. 1 ga 4 qo'shsak 5, 5 ga 7 qo'shsak 12, 12 3 ga bo'linadi. Demak, 147 ham 3 ga bo'linadi. Keyin bunga nima tanlasak bo'ladi? Masalan, 5 tanlasak 352 bo'ladimi? Xo'p, 352 bo'lsa, raqamlar yig'indisi qilsak, 3 ga 5 qo'shsak 8, 8, 10, 13 ga bo'linmaydi. Demak, 5 tanlasak bo'lmaydi. 5 to'g'ri kelmadi. Javob to'g'ri kelmadi. 0 da tanlasak 302 bo'ladimi? Raqamlar yig'indisi 5. 5 3 ga bo'linmaydi. Demak, bu ham to'g'ri kelmadi. Xo'p, javob to'g'ri kelmadi, B ham to'g'ri kelmadi. C javobimiz nechta turibdi? 4 mi? Xo'p, 342. 3 ga 4 qo'shsak 7, 7 ga 2 qo'shsak 9, 9 3 ga bo'linadi. Demak, 342 ham 147 ham 3 ga bo'linadi. Hozir buni qo'shsak, chiqqan javob ham 3 ga bo'linadi. Demak, qaysi javob to'g'ri kelyapti? C javob to'g'ri kelyapti. Demak, javobimiz C ekan. 7 bilan 1 da tanlab qo'yib ham ko'rmadik. O'sha C javobda to'xtadik. C javob to'g'ri keldi. 3 ga bo'lindi. Xo'p. 13-misol. 13-misolimizda x ni qiymatini beribdi 13-misolimizda. Quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qolliqsiz bo'linadi deb degan. 18 ni bo'linish alomati bir vaqt o'zida ham 2 ga, ham 9 ga bo'linsa, bunday sonlar 18 ga qolliqsiz bo'linadi. Demak, qaranglar, x ni tekshirib ko'rsak hozir 2 ga bo'linadi. Oxirgi raqami 2 bilan tugagan, juft raqam bilan tugagani uchun. Xo'p, 9 ga bo'lishdi raqamlar yig'indisi. Xo'p, 1 plus 0 qo'shilgan 8 qo'shilgan 4 qo'shib 2. Necha bo'lyapti raqamlar yig'indisi? 15. 15 9 ga bo'linmaydi. Qaranglar, 2 ga bo'lindi, 9 ga bo'linmadi. Demak, bu 18 ga bo'linmaydi. X chiqib ketdi. Z ni tekshirib ko'rsak, 2 ga bo'linadi. Oxirgi raqami 8, juft raqam bilan tugagancha 8 bo'lgani uchun. Raqamlar yig'indisi 3 ga 0 qo'ysak 3, 9, 10, 19, 27. 27 9 ga bo'linadi. Demak, 306.198 sonimiz ham 2 ga, ham 9 ga bo'lindi. Demak, 18 ga ham bo'linadi. Z to'g'ri keldi. Endi buni to'g'rilab olamiz, soddalashtirib olamiz. Mana buni qaraymiz. 5.49 a? Demak, 549 taqsim nima desam bo'ladi? 100, yaxshi. Ko'paygan. 10da 4-si degani 1 da orqasi nechta 0 bor? 4 ta 0 bor degani, yaxshi. Mana bu 2 ta 0larni qisqartirib olsam bo'ladimi? Xo'p, mana tenglik hisoblasak, 549 da orqasida nechta 0 bor? 2 ta, yaxshi. Demak, bu sonimiz 2 ga bo'linadi. 9 ga tekshirib ko'rsak, 5 ga 4 qo'shsak 9, 9 ga 9 18, 18 ga 0 qo'shsak baribir 18 100. 18 9 ga bo'linadi. Oxirgi raqam 0 bilan tugagani uchun 2 ga bo'lindi. Raqamlar yig'indisi to'g'ri keldi, 9 ga bo'lindi. Demak, bu ham 18 ga bo'linadi. Demak, qaysilar to'g'ri keldi? Z va Y. Qaysi javobda? Javob. Tushunarli? Xo'p, 20-misol. Qaranglar. 3 ko'paygan pi minus 3 qarashli nima degan? N. N qanaqa son? Natural son. Pi ga nima qo'yishimiz kerak? Natural son qo'yishimiz kerak. Xo'p.
Mana shunga tegishli son 1, 2, 3, 6, 9, 18 ga qoldiqsiz bo'linadi. Pi ning eng kichik natural qiymatini toping deb degan. Xo'p, qaranglar nima deyapti. Pi ga, ya'ni mana javoblarni o'zi tayyor yozib qo'ydik. Pi ga eng kichik natural sonni qo'y. Ya'ni 3 ga ko'paytirdan 3 ta ayir. Chiqqan javobing 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga, 9 ga va 18 ga qoldiqsiz bo'linsin. Eng kichik natural son deganmi? Demak, variantlardan ham eng kichigidan boshlaysizlar. Qaranglar, ertaga masalan 14 to'g'ri kelib turib, keyin 5 to'g'ri kelib tursa, sizlar 5 ta olasizlar. Chunki eng kichik natural son degan. Ikkalasi ham to'g'ri kelyapti, olib borib qo'yib, misolni ishlaganimizda mana shu aytilgan sonlarga bo'lindi ikkita variantda ham. Sizlarga eng kichik natural son degani uchun qaysi olasizlar? 5 ta qo'yasizlar. Tushunarli? Ketdik, masalan 5 dan boshlayapmiz. Qaranglar. Xo'p, pi ning qiymati javoblarda variantlarimizda pi ning qiymati turibdi. Pi ga qanaqa son qo'y degan? Natural son qo'y degan. Demak 5 ta olib qo'yamiz. Keyingi 3 ko'paygan 5, 15, 15 ta ishlayarsak 12. 12. Ko'ryapsiz-a? Pi ning o'rniga olib qo'ydim. Jahongir tushunmay qoldingmi? 3 ko'paygan pi ning o'rniga 5 ta qo'ydik. Ayrilgan 3 bo'ldi. Javob necha bo'ldi? 12 bo'ldi. Xo'p, 12 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga, 6 ga, 9 ga bo'linadimi? 9 dan 18 ga bo'linmaydi. Demak, 5 degan javobimiz to'g'ri kelmadi. Xo'p, keyingi variantimiz, ya'ni eng kichik qiymatimiz necha? 7 mi? 7 dan tekshirib ko'ramiz keyinlar. Pi ning o'rniga qo'yamizmi? Uch ko'paygan 7 ayrilgan 3. 3 kare 7 21. 21 dan 3 ta ayirib tashlasak 18. Xo'p, 18 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga, 9, 18. Hammasiga bo'linadi. Demak, javob qaysi ekan? C javob ekan. Nimaga qo'yganlarni tekshirib o'tirmadik. Bizlarga eng kichik degani edi, to'g'rimi? Eng kichigini topdik. Javobimiz C javob ekan. Eng katta deganda-chi? Eng katta javobdan kelgan bo'laydim. Ya'ni 24 topib qo'ydim. To'g'ri kelmasa 21 da 14 o'sha tartibda ketaveraydik. Eng kichik degani uchun eng kichkina variantdan ketdik. Javobdan kelmay ishlashni ham iloji bor. Pega natural son degan o'zlaringiz son tanlab, ya'ni 4 ishda 6 talasiga ham bo'linadigan javob chiqarib olishing kerak. Javobdan ketish osonroq, tezroq bo'ladi. Xo'p, 28-misolimiz. 28-misolimiz. Agar m qarashli n bo'lsa, quyidagi keltirilganlardan qaysi biri doimo juft bo'ladi deb degan. Demak, qaranglar. M ga natural son tanla va A variantimiz B, C, D, Y variantlarimiz ko'ryapsiz-a? Qaysi biri har doim juft son bo'ladi deyapti. Marjona. Har doim qanaqa son bo'lishi kerak? Juft son bo'lishi kerak. M ga qanaqa son qo'yishimiz kerak? Natural son qo'yishimiz kerak. Ya'ni M ga masalan nima qo'ysam bo'ladi? Jahonga 1 qo'ysam bo'ladi. 2 xohlagan natural sonlarni qo'yinglar. Xohlasalar 10, 20 farqi yo'q. Variantlarga olib qo'yasizlar, har doim juft son bo'lishi kerak. Tushunarli? Demak, A variantiga olib qo'ysak, masalan, M ga necha qo'yamiz? 1. Ketdik mana. 1 ko'paygan. Qavs ichida M o'rniga 1 qo'yib chiqyapman. 1 plyusdan 6. 1 ga 6 ni qo'shsak 7. 1 kare 7 7. 7 juft sonmi? Sizlarga aytdi. M ga natural son qo'y va hisob kitob qil. Har doim nima chiqsin dedi? Har doim juft son chiqsin dedi. Hozir o'zi bir topib qo'ydim. Nima chiqib o'tiribdi? Top. Har doim juft chiqsin. Demak, A variant to'g'ri kelmadi. 2, 3 turtlarni olib vaqt ketkazib o'tirish shart emas. Xo'p, B variantga qaraymiz. 1 da olib qo'yapman. 1 da kvadrati bo'laman, M o'rniga 1 qo'yib chiqyapmiz. 1 da kvadrati plus 18 ko'paygan 1. 1 da kvadrati 1, 18 kare 1, 18, 19. 19 juft sonmi? Qaranglar, o'zi 1 da o'zida to'g'ri kelmayapti-da. Demak, B javobim to'g'ri kelmadi. C javob. 1 da olib qo'yayotgan bunga 1 da kvadrati 1, 1 da 16 ayirib tashlasak minus 15. 1 ga 4 qo'shsak 5, minus 15 ni 5 ga bo'lsalar minus 3. Minus 3 juft son
emas. Juft son emas. To'g'rimi? C ham to'g'ri kelmayapti. Xo'p, D javobga qaraymiz. M'ga 1 qo'ysak, 1 dan nechisi bo'ladi? 5-chisi ha? Plus 13 ko'paygan B. 1 da 5-chisi 1, 13 kara 1, 13. 1 ga 13 qo'shsak 14. Juft son chiqdi. Qaranglar, bitta variantda to'g'ri kelsa, bu har doim to'g'ri keladimi? Qolganlarini qo'yib ko'ramiz. 2 ni qo'yib ko'rsak masalan, 2 ni 5-chisi 32, 13 kara 2 26. Ikkita juft sonni qo'shsak, har doim juft son chiqadi. Demak, 2 ham to'g'ri keldi, 1 to'g'ri keldi. 3 ni qo'yib ko'rsak, 3 da 5-chisi 243, 13 kara 3 39, 243 ga 39 toqqa toqni qo'shsalaring juft bo'ladi. Bunda ham to'g'ri keladi. 4 da ham to'g'ri keladi. Demak, qaysi javob ekan? D javob ekan. Tushunarli? Qolgan misollar uyga vazifa bo'ladi. 100% tugatamiz.